Assalomu alaykum. Milliy sertifikat 26-savolni ko'rib chiqamiz. Demak, mana muntazam 5 burchak berilgan. Xo'p, bu tomon bilan bu tomon ikkalasi teng deyilgan. Bizga mana alfa burchak toping deyilyapti. Demak, o'sha alfa burchak topamiz. Hamma tomoni a ga teng, hamma tomoni a ga teng, keyin bu bilan bu ham teng ekan. Bu bilan bu teng bo'lsa, demak bunisi ham a ga teng. Bu 90 deyilyapti. 90 bo'lsa, mana bu burchak 45, bu burchak ham 45. Nimaga desa, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti. Endi 5 burchakda ichki burchaklar yig'indisi necha bo'ladi desa, ichki burchaklar yig'indisi hammasi 108 dan bo'ladi. 5 burchakda ichki burchak har biri 108 dan bo'ladi. 108 dan bo'lsa, bu 108. Mana bu jami 108. Bunga 90 ketgan. 90 ketsa, bunga qancha qoladi? 18 qoladi. Chunki 108 bo'lish kerak edi. 18 ketsa, mana 3 burchakka qaraydigan bo'lsak, mana bu ham a, bu ham a, bu ham teng yonli bo'lyapti. Teng yonli bo'lsa 18 ketdi, 180 dan 18 ketsa 162. 162 ketsa bunisi 81, bunisi ham 81. Endi jami mana qancha edi? 108 edi. 108 bo'lsa, demak onaga qancha qoladi? 27 qoladi. Ikkalasi 108 bo'lishi kerak. Demak, bunga 27 qolsa, endi bu 3 burchakka qaraymiz. 3 burchakka qarasak, bu 108, bu 127, bu 27. Ikkalasini qo'shsak 135. 3 burchakda ichi 180 bo'lishi kerak. Bu ikkalasi 135 bo'lsa, demak bunga qancha qoladi? 45. Bu oxirgi javob shu.